oqsizmi? Nima bo'ldi endi? Qani keyin qanaqa ekan? O'zi bo'larkanmi, bo'lmas ekanmi? Keyin bo'ladimi? Ozgina hayajonli bo'ldi taqdir. Muhimi yaxshi o'qisanglar, testlarni yaxshi aylansanglar, hayajonni yengib o'tsanglar, albatta o'qisanglar bo'ladi. Xudoga shukr. 20 dan 19 ta javob to'g'ri belgilab chiqdim. Zafar akaga katta rahmat aytaman. Hammasi bularni bizga bergan bilimlar chiqsa, rahmat. Keyingi bolaga nima deysiz? Nima motivatsiya berasiz? Nima qilishsa bo'ladi? Nimaga tayyorlanasiz? Eng birinchi navbatda o'sha nazariy savollarni yaxshilab o'qinglar, unga foydalanib o'qinglar, to'xtab turish, undan foydalanib, tibbiyot, yangi belgilar muhimi. O'zimiz uchun ham keyingi faoliyatimizda, yo'l qoidalarini haydashda foydalanishimiz uchun yaxshilab bilib olishimiz kerak. Rahmat. Omadingiz bersin. Yo'lda daftar bo'lgan endi. Rahmat. Omadingiz bersin. Alhamdulillah. Masalan, qolaman.